Ye, keling. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Raisni yoniga bordingizmi? Ko'rishdingizmi rais bilan, ha? Mana hozir men mahallada kutib o'tiribman. 2 soatdan beri, 3 soatdan beri raisni o'zlari yo'li. Ha, yo'g'i. Somsagan ketgandir, aylanib ketib somsapazda oldiga. Nima gap, nima bo'lyapti o'zi, ha? 6 oydan beri 2025-yil 22-sentyabrdan beri order olib 1 oy yashadim. Ha, yo'g'i, voy aylanib ketdi. 1 oylik ruxsatnoma order. Menga qarang, anu tushunishim bo'yicha u ruxsatnoma bilan 1 oy solsalar xolosmi? 1 oydan keyin solishi bo'lmaydimi? Ha? Qana order ekan u? Ha? Himoya orderi berishdi. Yeb biladi yo'g'i, menga qaragi, shuncha kutish shartmidi? Apteka bilan magazin to'lib yotibdi, himoya yozsalar. Ha? Qana deysanmi? Anu sonda sovqatganda anu ustini bekitadigan pakrevalda qanday bo'lsa-da? Ha. Aha, keyinchi? Ha? Qaynonam tarafdan tazyiq zo'ravonligiga uchradim. Kalta yeb, uyimga avgust oyida haydadilar. Menga qarang, haydab olmagandi, ye. Anu 5 qo'l barobar va suv, tushunishim bo'yicha anu somsa o'zidan ketib qolgan bo'lsa, bo'yini egmay turgan bo'lsa, borib shamollatib keling degan maqsadda aytgandi. Ye, keyin nima bo'ldi? 6 oy ichida menga hech qanaqa yordam ko'rsatilmadi, ro'zg'orim ajratib berishmadi, osh-ovqatimga ajratib berishmadi. Suxoy payoq qilib. Ha, yo'g'i, voy aylanib ketdi. Hech sabr qilasiz, aylanib ketdi. Ha, o'zida somsangizni qo'yib chiqib ketibsiz-ku. Ye biladi. Akan jahli chiqqan bo'lsa, akasini qo'yib qo'yganda u ham. Ye. Keyinchi